Bir piyola toza asalga bir osh qoshiq qora sedanani maydalab aralashtirasiz. Sedanani aralashtirishning yo'llari juda ham oson. Oddiy non yoyishga ishlatadigan o'sha taxtaga sedanani tashlab turib, taxtachada maydalasangiz, maydalanadi. Bir piyola toza asalga aralashtirasiz va erta tongda sahar 3 bilan 5 ni oralig'ida bir choy qoshiq o'sha aralashmani iliq suvga eritib iste'mol qilinganda ichaklardagi gijja qurtlarni juda yaxshi samarali holatda tushirib beradi. Faqat eslab qoling, aynan soat 3 bilan 5 ta oralig'ida ichakni qabul qilish vaqti bo'ladi. Agar siz 5 bilan 7 oralig'ida iste'mol qiladigan bo'lsangiz, buyrakdagi shamollashlarga yaxshi samara beradi. Agar siz soat 7 dan 9:00 gacha bo'lgan vaqtda iste'mol qilsangiz, aynan shu vaqtda oshqozon yaxshi qabul qiladi, oshqozondagi shamollashlarni yaxshi bartaraf qilib beradi. Aynan shuni vaqtiga o'ta sinchkovlik bilan e'tibor bering. Qani qaysi paytda iste'mol qilishingiz juda katta ahamiyatga ega.